Assalomu alaykum bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Bugun biz sizlarga urug' do'kondan hadiya bermoqchimiz. Bu hadiyamiz nimalar desangiz, bodring urug', 3 xil, gibrid toruz urug', qovun urug' va pomidor urug'larimiz bor. Shularning hammasini hadiya sifatida bermoqchimiz. Buni berishimizga asosiy sabab bu firmani mahsulotlari bitta kompaniya olib kirib berishadi. Bizga shu urug'larning hammasini bir kishi beradi. Shunga yangi mahsulotlari kelganda bizga shuni besplatniy dehqonlarga ektirib, natijasini bilishlik maqsadida bizga ham bekorga berishgan. Shuni bizni doimiy klientlarimizga bizdan urug' xarid qilayotgan klientlarimizga biz ham besplatniy berishga qaror qildik. Buni olishni bitta yo'li bor. Qanaqa? Shu firmani mahsulotlaridan qaysi biridan bir bo'lsa ham 1 dona olasizmi, 10 dona olasizmi, necha dona olsangiz ham sizlarga bularni besplatniy hadiya sifatida qo'shib beramiz. Bu urug'larimiz hammasi F1 gibrid urug'lar. Pachkasida 1000 dona, 250 dona, 500 dona atrofida bo'ladi. Bularimizni ekib, hosildorligini video syomka qilib bizga qilib bersani, keyingi yilga biz bu urug'lardan yanada ko'proq olib kelib O'zbekistonda bizni dehqonlarimizga yetkazib berish uchun harakat qilib izlanyapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'konimizda hamma assortimentlardan bor.